biz musulmon ekanmiz. Bir hadis oldin ham aytganman, bu yana aytaman, yodimizda isirg'oq qilib bo'ynimizga munchoq qilib taqib olishimiz kerak bu hadisni. Payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilar, odamlarning hammasi jahannamga ketadi. Hammasi illo bilimdonlarigina qoladi. Diqqat qiling bu hadisga. Biladiganlari qoladi. Ya'ni bu degani odamlarning ichida kim namoz o'qish kerakligini, ro'za tutish kerakligini, aroq ichmaslik kerakligini, g'iybat qilmaslik kerakligini, birovga tuhmat qilmaslik kerakligini, islomda nima mumkin, nima mumkin emas, ana shu narsalarni bilganlar qoladi faqat deydi. Qolgan hamma nima bo'ldi? Ketdi jahannamga. Ana shu bilganlarni ichidan deydi. Endi shu bilganiga amal qilganlari qoladi, qolganlari jahannamga ketadi deydi. Hozir shunday ko'chaga chiqib namoz o'qimaydigandan so'rasangiz, namoz o'qish kerak ekanligini yaxshi biladi. Ichadigandan so'rasangiz, ichmaslik kerakligini yaxshi biladi. Lekin nima qilmaydi? Bilganiga amal qilmaydi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, bilganlarning ichidan amal qilganlari qoladi, qolgan hamma jahannamga ketadi. Endi amal qilganlarning ichidan esa muhabbat bilan, ixlos bilan amal qilganlarigina qoladi. Kelib, men bu joyda qayoqqa keldi, nima bo'ldi, shoshilib kelib o'qib, shoshilib ketayotgan ixlos yo'q. Unaqalar emas. Ixlosli, o'sha amal qiluvchilarning ichidan ixloslisi qoladi, qolgani jahannamga ketadi deydi. Tasavvur qilyapsizmi? Amal qilganlarning ichidan ham do'zaxga ketadiganlari bor ekan. Ular kim desa, riyokorlik bilan amal qilayotgan, kelib ixlossizlik bilan munofiqona amal qilayotganlar bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda munofiqlar qanday namoz o'qishlarini Xudo taolo aytadi. Yoqmasdan qiladi ular deydi. Xudoyim Qur'onda shunaqa oyati bor-da. Ular namoz o'qiydi, munofiqlar ham yoqmasdan, dangasalik bilan qiladi ular deydi. Yaxshi ko'rib, muhabbat bilan qilmaydi ular deydi. Ana qiladiganlarning ichidan ham kim qolyapti endi? Sevib, muhabbat bilan qiladigan qoladi, qolgani jahannamga ketadi. Ana shu muhabbat bilan qolganlar nimadan ajralib chiqib keldi? Qarang, odamlar ichidan, biluvchilarning ichidan ajratib olindi, amal qiluvchilarning ichidan ajratib olindi. Endi shu amal qilganlar ichidan ham ixlos bilan amal qiluvchilar qatorida qoldi. Rasululloh nima deyapti? Val muxlisun fi xatarin azim dedilar. Ana shu ixlos bilan amal qilganlar ham katta xatarning oldida turibdi bular deyapti. Nimaga mulgiymiz biz? Shunaqa bo'lib turgan bir holatda. Qanaqa qilib biz ko'chada o'tira olamiz? Bunaqa katta xatarning oldida. Ixloslilar katta xatarning oldida turibdi deyapti. Ularni ketdi hammasi. Muhabbat bilan, ixlos bilan amal qilib turganlar ham katta xatarning oldida turibdi deyaptilar. Nega? Alloh taolo qabul qilmasligi mumkin. Qilmasligi mumkin. U Alloh-ku. Xudo taolo aytadi, men bir ish qilsam hech kim mendan so'ramaydi deydi. Ya'ni mening tepamda bir so'raydigan yo'q deydi Alloh taolo. Ana shu qilayotgan bizning amalimiz, muhabbat bilan qilayotgan amalimiz ham xatar oldida turibdi deydi. Shuning uchun sergak bo'l, e'tiborli bo'l, kechikmasdan kel, ertaroq harakat qil. Ayting o'zingizga shu gaplarni. Sen katta xatarning oldida turibsan. Mana. Ishtirofga tushadi bir odam. Agar nechidir kunning ichida darrov to'laydigan bo'lsa, yarmini to'laysan desa, bemalol yuradimi? Xatar u. Agar hozir o'tkazib qo'ysa, agar to'liq to'lashga to'g'ri kelib qoladi deydi, tezlashtirib o'sha aytilgan muddatning ichida to'lashga harakat qiladi, xatar borligi uchun. Xuddi shunday biz ham xatarda turibmiz-da hozir. Ana shu xatar dunyoviy ishlarimiz sabab, bizni xoya-havaslarimiz sabab, shu xatar bizda ko'pincha ikkinchi planga o'tib qoladi. Shuning uchun biz mana shunaqangi bir bemalol bo'lib qolamiz. Unaqa bo'lish kerak emas. Payg'ambarimiz alayhissalom bir xonadonga bordilar. Ular egri bo'lib turgan ustunini, ayvonning ustunini to'g'rilashga harakat qilayotganlarida Rasululloh aytdilarki, oxirat ishi dedilar. Ana bu ustunni to'g'rilashdan ham zarurroq dedilar. Qarang. Ustunni to'g'rilashdan ko'ra zarur ish bormi o'sha paytda, ayni damda? Agar hozir uni to'g'rilamasa, u ayvon yiqiladi u. Ular shunga harakat qilishyapti. Rasululloh aytibdilar, agar bilganlaringda edi, oxirat ishlari mana bu ustunni qilishdan ko'ra oldingi zarurroq o'rinda turadi dedilar. Shunchalik ekanda, nima ishing bor o'zi? Nega kechikding? Ayt o'zingga shunaqa deb deydi. Nega ertaroq harakat qilmading?